Perisic ichkariga. Lewandowski, Müller, zarba, gol! Bavariya! 4-daqiqada yo'q. Mana shunday shiddatli. Boshqa hozirgi kunda hech kim kerak emas. Alba! Va avtogol! Qanday drama! Alaba! Nabri, ajoyib pas Perisic. Yana bir uzatma. Yo'q, bu zarba edi. Ivan Perisic zarbaga aylangan bo'lishi mumkin. Mana bu nuqtada bugun. Mana bu yerda tezlik hal qilishi mumkin. Tezlikda Gnabri o'tib ketdi. 3-1. Bavariya himoyani yorib tashlayapti. Shunchaki shunaqangi Gnabri ammo zarba berishga noqulay edi. Kimmix ikkinchidan bag'ishladi. Nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Suarez yaxshi fint zarba! Ana boshlandi. Ana boshlandi. Uslubini Flik tushundi. Qarang bu Davisni. Qarang qanday yorib kirib, qarang qanday golni u sovg'a qilyapti Kimmixga. Hozir Bavariyaning ikkita qanot hayajonlanganidan Alaba yiqilib tushdi. O, Lewandowski. Coutinhodan ideal uzatma va Robert Lewandowski o'zining Hoppa, bu endi hammadan o'tib tushdi 7-gol. Shu bilan yana to'xtayotgani ham yo'q bo'ladi. Shu bilan yana 8-uzr so'rayapti.